Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchilar, mana kechki soat 9, 8:30 9 bo'lyapti. Kachilarimiz o'qish jarayoni, shogirdlarimiz tinim bilmaydi ular. Kachilarning eng oson yo'llari, o'qishda oson yo'llari. Bunga gips sotib olib, nima qilish shart emas. Biz qo'l bilan yasasa bo'laveradi. O'zimiz gip yasaymiz, lekin o'shanga ham o'zga yasagan qo'l bilan. Bu yoqda bir sanoq emas, sho'g'lasa Samarqandga ketadi. Bunisi Xorazmga ketadi. Faqat Turan stollarga bo'ladi. Bunda sindirma bo'lgan, nima ekan, zo'rlarni paxtaning hammasi bor. Bitta vaqt o'tkazsanlar. Tomona klientimiz sanoqdan foydalanyapmiz. Ham bu qo'lyapmiz, ham o'zimiz ishimiz bo'lyapti. 2,5 profil buku deganda 15lik turbani qayersa bo'laveradi. Bu tuxumgachalar yoniga qo'yilgan. Shular hozircha shularmi? Yana bitta zo'r yangilik bor, uni xudo xolasa ertaga ko'rsatamiz. Orqa tomonda qolib ketdi qorong'ida. Yangi jakachalarimiz bor.